Shahar eng qimmat rayoniga kelganmiz. O'rtoqli menimcha birinchi o'chirda turadi. Bu yerda yeri qimmati bo'yicha. O'rtoqli Yakkasaroy tumani Yusuf Xoshoji ko'chasiga kelganmiz. Shu yerda 1.25 sotuvlik joy bor, sotuvga chiqdi. Bu yerda bilgan biladi, bu yerdan yer olishlar juda muammo. Lekin mana shu tupikimizda bitta 1.25 sotuvlik joyimiz sotuvga chiqdi o'rtoqli. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, mana shu joyimiz. Bu yerda narxini sraz aytib o'tib ketaman. Uy egalari nomeri videoning tagida bo'ladi. Narxini 90 ming deyishyapti, yana kami bor o'rtoqlar. Bu joyda bunaqa narx yo'q. Buni endi arzonlik sababi sal bu uchburchakroq joy. Mana bu yoqda tualet vannasi joylashgan, bu yerda bo'lsa oshxona joylashgan, bu yoqda bo'lsa mana ko'rsataman. Bu yog'imizda bu kiruvchimiz bitta yotoqxona mana. Bu mehmonxona, zal. Bu yoqda bo'lsa yana bitta bolalar xonasi. O'rtoqlar, bu joyimizda endi binolar hisobga olinmayapti. Narxini aytdim, 90 ming. Uy egalari nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib o'zingiz savdolasanglar bo'ladi. Lekin joyiga vashcha gap yo'q. Yakkasaroy tumani. Bu yoqda bir 200 metr nariyoqda Jumanji restorani bor. Eski Pedinstda shunda orqasi mahalla ko'cha. Bu yoq bo'lsa Gostinitsa Rossiya tomon, Grand Mir Hotel. Xullas joyi zo'r. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar. Shahar eng qimmat rayoniga kelganmiz. O'rtoqlar, menimcha birinchi o'chirda turadi. Bu yerda yeri qimmati bo'yicha. O'rtoqlar, Yakkasaroy tumani Yusuf Xoshoji ko'chasiga kelganmiz. Shu yerda 1.25 sotuvlik joy bor, sotuvga chiqdi. Bu yerda bilgan biladi, bu yerdan yer olishlar juda muammo. Lekin mana shu tupikimizda bitta 1.25 sotuvlik joyimiz sotuvga chiqdi o'rtoqlar. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, mana shu joyimiz. Bu yerda narxini sraz aytib o'tib ketaman. Uy egalari nomeri videoning tagida bo'ladi. Narxini 90 ming deyishyapti, yana kami bor o'rtoqlar. Bu joyda bunaqa narx yo'q. Buni endi arzonlik sababi sal bu uchburchakroq joy. Mana bu yoqda tualet vannasi joylashgan, bu yerda bo'lsa oshxona joylashgan, bu yoqda bo'lsa mana ko'rsataman. Bu yog'imizda bu kiruvchimiz bitta yotoqxona mana. Bu mehmonxona, zal. Bu yoqda bo'lsa yana bitta bolalar xonasi. O'rtoqlar, bu joyimizda endi binolar hisobga olinmayapti. Narxini aytdim, 90 ming. Uy egalari nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib o'zingiz savdolasanglar bo'ladi. Lekin joyiga vashcha gap yo'q. Yakkasaroy tumani. Bu yoqda bir 200 metr nariyoqda Jumanji restorani bor. Eski Pedinstda shunda orqasi mahalla ko'cha. Bu yoq bo'lsa Gostinitsa Rossiya tomon, Grand Mir Hotel. Xullas joyi zo'r. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar.